Hozirgi kunda juda ham internet ma'lumotlari ko'p. Bu odamlarni juda ham chalg'itib qo'yapti. Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Hozirgi so'z yuritmoqchi bo'lgan aynan odamlarni chalg'itib qo'yadigan mavzu bu bo'rdoqchilikda, ya'ni umuman chorvachilikda foyda bormi, yo'qmi degan videolar. Ko'pchilik internet ma'lumotlari tekshirilgan, tekshirilmagan yoki hayotiy tajribalarga asoslangan yoki bo'lmasa shunchaki kimdandir ko'chirib qo'pol qilib aytganda o'g'irlangan ma'lumotlar ko'payib ketdi va natijada aholi ikkiga bo'linib qoldi. Ya'ni yarim guruhga chorvada foyda bor desa, yarim guruhga chorvada umuman foyda yo'q degan tushunchaga kelib qoldi. Aslida haqiqat qanday? Biz Vetkobiotek jamoasi, veterinar jamoasi o'zimizni saprovojdeniyya qiladigan, ya'ni oziqlantirilish, profilaktik tadbirlarni amalga oshirish bo'yicha nazoratdagi fermalarimizni kuzatuvda davom etyapmiz. Bugungi xizmat safarimiz Toshkent viloyatiga to'g'ri keldi. Hozir biz Toshkent viloyatidamiz. Mazkur fermer xo'jaligida 600 boshdan oshiq ko'rib turganingizdek oq bosh yoki semental mollar parvarishlanadi. Bu fermer xo'jaligida ish yurituvchi Ibrohimjon bor. Hozir Ibrohimjonni biz bevosita suhbatga chaqiramiz hamda Ibrohimjon bizga chorvachilikda foyda bormi yoki bo'lmasa qaysi yo'sinda boqish kerak, qanaqa tartibda bularni parvarishlash kerak, shular haqida hayotiy tajribalarga asoslangan aniq ma'lumotlar beradi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ibrohimjon, hormang. Yaxshimisiz? Qalaysiz? Charchamayapsizmi? Ishlaringiz yaxshimi? Buzayapsizlarmi? Ha, xudo shukr. Ibrohimjon, mana boya aytganimizdek, o'sha videoni boshida hozir juda ham ko'p ijtimoiy tarmoqlarda chorvachilik bo'yicha munozarali bahslar bor. Bularda ichida masalan 100% deb oladigan bo'lsak, atigi 10% haqiqiy chorvadorlar yoki o'sha boshidan o'tkazgan hayotiy tajribalarga asoslangan ma'lumotlar, lekin afsuski 90% asosan qo'pol qilib aytganda biznes maqsadida yoki masalan qanaqadir molni sotish yoki oziqalarni sotish maqsadida qilinayotgan kontentlar juda ham ko'p. Bularning ichida ayniqsa oziqlantirish bo'yicha ba'zi bir tadbirkorlar bor, masalan yoki bo'lmasa zootexniklar deymizmi yoki bir hayvon boqishni o'rgatadigan yangi, kechirasizlar, qo'pol qilib aytganda daholar paydo bo'lyapti. Ya'ni hayvonlarni bir oyda o'rtacha 50 kilo, 60 kilogacha semirtirib beramiz degan ma'lumotlar bor. Shular qanchalik to'g'ri yoki bo'lmasa chorvachilikda aslida nimalar qilish kerak, haqiqiy sof daromad bormi, yo'qmi, shular mavzusida shu auditoriyaga bir o'zingizni hayotiy tajribalaringizga asoslanib, boshingizdan o'tkazgan voqealar, kechinmalar, umumiy hisob-kitoblar bo'yicha bir ma'lumot bersangiz. Bo'ldi aka. Yurib bemalol nima qilib suhbatga turamiz. Chorvada foyda bor. Qachonki to'g'ri boqilinsa aka. Biza bu sezon lekin ko'pchilikda ozgincha cho'milchilik, ozgincha qiyinchiliklar bo'ldi. 2 marta oqsil bo'lgan, o'zingiz bilasiz. Ha, albatta. Agar bu sezondan kelib chiqib gapiriladigan bo'lsa, asosiy muammolar shu kasalliklar odamlarni sal qiynab qo'ydi. Shunda qanaqadir foyda nima bo'lishi mumkin, lekin umumiy qilib aytadigan bo'lsak, to'g'ri boqilinsa, to'g'ri ratsionda mollarga to'g'ri parvarish qilib qaralsa, foyda bor aka. Shunday. Masalan, mana shu xo'jalikda bir necha yillardan beri siz faoliyat yuritasiz hamda biz bilan mana 1 yil oshiq vaqtdan beri hamkorlikda ishlaymiz. Dori-darmon masalalari, oziq-ovqat qo'shimchalari, Ronomix Premixlardan foydalanasiz. 1 yildan beri solamiz aka. Shunday. O'sha vaziyatlarda masalan 1 yil davomida qanaqa holatlar yuzaga keldi? Masalan, oldingi boqish prinsipidan hozirgi boqishda farq etadigan bo'lsa aka, Ronomix solganimizdan keyin mollarda o'zgaradigan narsalar aka, asosan mana kasal bo'ladi-ku mol. Immuniteti kuchliroq bo'lar ekan, shu kasallikni yengib o'tishlik uchun. Nima sababdan Ronomix keyin siz aytganingizda shu paytda vitamin ham solinglar, kalsiy solinglar degan edingiz. Kalsiy alohida soldik, Ronomix soldik asosiysi. O'shalar mollarning o'sishiga, mollarning shu kasallik kelganda o'zi holatida tuzalib ketishlikka, immunitet yaratishga ko'p kuch berar ekan. Keyin hozir ko'rsangiz bo'ladi, mana bu devorlarni qirib aniq tashlagan. Ha. O'sha paytda aka Ronomix solishimizdan oldin shu narsalar bo'lgan. Mollarga kalsiy yetishmagan, vitamin yetishmagan, u yoq tarafdan qarasangiz, bo'y bosh yetgan. Bo'y baravarini yalab mollarni ochib tashlagan, g'ishtlarni ochib tashlagan. Sababi kalsiy yetishmovchiligi. Bu mollarga kalsiy, magniy, fosfor taqchilligidan shunaqa holat yuzaga keladi. Shunaqa aka. Shunaqa rollarga ham qarash kerak ekan. O'zi umumiy qilib aytadigan bo'lsak aka, to'g'ri ratsionda boqsak, to'g'ri parvarish bilan boqilinsa, boyga aytgan gapingiz, molda baraka, molda foyda bor. Faqat endi to'g'ri yo'nalish qilsa. Albatta. Hozir mana ko'pchilikka qiziq bo'ladi bu holat. Ya'ni biz videoni boshida aytdik, ba'zi bir odamlar
masalan bir oyda 50 kilodan 60 kilogacha semirtirib beramiz. Masalan biz ratsion qilib bersak yoki bizni yemdan foydalansangiz. Bizdan yemdan foydalansak asosan shunaqa narsa bor. Shu masalalarga siz qanday qaraysiz? Bu qanchalik to'g'ri yoki bo'lmasa o'zi normal holatda eng tabiiy unsurlar bilan boqqanda, masalan o'sha makro mikro elementli ozuqalar bilan boqqanda, gormon aralashtirmagan holatda tabiiy go'sht massasi oyiga qanchaga yoki kuniga qancha semirishga to'g'ri keladi normal holati? 1 kilo nari berida semiradi go'sht massasi. Живой весga 2 kilo qo'shish kerak. Bizning ham mollarimiz o'zi bir aylangan ko'rdingiz o'zingiz ham, hammasi zotdor, yaxshi anaqilar. Jaydarlarni go'sht yo'nalishidagi. Go'sht yo'nalishida. Agar jaydarlarni hisobga olsak, unda kamroq. Lekin imini go'sht yo'nalishidagi qo'shiladigan go'sht massasi 1 kilo bo'lishi kerak. Живой весga 2 kilo nari bersa bo'lishi kerak. To'g'ri keladi. To'g'ri keladi. Shu ratsionni to'g'ri qilish kerak. Biz ratsionimizda aka 2 kilo jo'xori bitta molga. Bir bosh molga. 2 kilo jo'xori, 2 kilo arpa, 2 kilo paxta shiroti, Qozog'iston shiroti, kepe 1 kilo. Keyin 11 kilo silos. Silos. Ko'rdingiz, silosning yamaga bosilgan. Adnotipniy karmelini hammasi aralashtiriladi. Suxoy beriladi hamdan. Ko'rsangiz bo'ladi. Keyin bu yerda somon bedalari bor обязательно. Bitta bosh molga Ronomixdan o'rtacha qancha to'g'ri kelyapti? 100 gram to'g'ri keladi aka. 100 gram atrofida. 100 gram Ronomixga qo'shamiz. Har bir molga. Shularga Ronomix aka yaxshi tarafi mana men mollarni boqib yurgan inson sifatida aytadigan bo'lsam, mollarda 3 ta narsa yaxshi o'zgarar ekan. Birinchisi o'zida immunitet hosil qilishiga sabab bo'lar ekan. Qanaqadir kasallik keladi. Baribir mol boqqan insonga yo'q deganda bitta kasallik keladi. Bir xilligi ikkita uchta misolda dermatit deysizmi, qancha kasalliklar bor endi. Oqsillarni ikkitalab keldi bu yil hammaga. O'shalarga qarshi turishlikka, immunitet hosil qilishga yordam berar ekan. Sizda sezildi. Misol uchun o'tgan yili biz bermaganmiz. Bu yil mana berganimiz sababli bo'lishi mumkin. Avvalambor Allohdan sababini qildik. Lekin yaxshi. Mollar ishtahasini ochishlikka ham aka selosni men sizga aytaman 10 kilo solardim. 1 kilo ham bir mahaliga, 2 mahaliga 1 kilo qo'shganmiz, hozir 2 kilo raznica qilyapti. Mana Ronomixni solishimdan oldin solishgan keyingisi 2 kilo ko'p selos so'raman. 2 kilo ko'proq yeyapti. Oldingi normal holatga nisbatan 2 kilo ko'p yeyapti. Endi yana bitta savolda, bu juda ham ko'pchilikka qiziq. Mollarda umuman bo'rdoqchilikka boqish paytida, chorvachilikda asosan qaysi yoshda olish kerak? Qancha vaqt o'suv yoshida bo'lishi kerak, ya'ni unga kuchli konsentrat ozuqalar bermaslik kerak va qancha vaqtda kuchliroq boqish kerak? Yoki bo'lmasa fasllarga bo'ladigan bo'lsak, aynan qaysi fasllarda molni olish kerakda, qaysi faslgacha boqish kerak? Mana shular haqida to'g'riroq ma'lumot berib o'rsak, chunki bunda ham internetda qarama-qarshi fikrlar ko'pda. E'tibor beradigan bo'lsa, kimlardir aytadi, onasini 10 kun emgan buzoqni olib turib 7 oylikgacha boqib sotish kerak, foyda shunda deydi. Kimlardir aytadi, 7 oylikdan tepa mollarni olish kerak deydi. Yana bir ma'lumotlar bor, qaysidir bir odamlar molni kuzda olib to bahorgacha boqish kerak deydi. Kimlardir bahordan olib kuzgacha boqish kerak deydi. Mana shunaqa bir-birini inkor qiluvchi ma'lumotlar ko'p. Lekin aslida mana siz tajribali mutaxassis sifatida nima deya olasiz? Qanaqa tavsiya bera olasiz? Aka, qanaqa mol boqishlik imkoniyatga qaraladi. Keyin maqsadga qaraladi. Odamlar 3-4 xil maqsadlarda boqadi-da. Bir xilli qanaqa boqadi? Uyimga tashab qo'ysam, sekin katta bo'lib turaveradi. Keyin sotib yuboraman. Yemlash maqsadi bo'lmaydi. Nimagaki moddiy taraflama yetmay qolishi mumkin mablag'i. Masalan, yemlashga ham yaxshigina pul ketib qoladi. Albatta, 2-3 ta mol tashab qo'ysa, uni yemlashga kelganda qiynalib qolishi mumkin. Unaqalar asosan kichkinaroq bir 3-4 oylikdan boshlab yemlash vaqtigacha boqilgan mollarni olib boqib sotsa yaxshi, foydasi yaxshiroq. Yana bir akalarimiz bor. Bu akalarimiz ishqoshchilikka boqishadilar. Yengil ishqoshchilikka boqishadi. Ular endi buqalarni tashab qo'yib, ular promoy anaqa qilib yuborishadi, yemlab yuborishadi. Ya'ni o'sha o'suv yoshidan o'tgan, yemlashga kelgan, bozor tilida aytadi, bu ko'chat zo'r buni deydi, o'shanaqa yoshda aytadi. Yem yeyman degan mollarni olib turib boqishadi. Endi bizlarniki asosan go'sht yo'nalishi bo'lganiga biz har xil mollarni olamiz. Ya'niki 3-4 oyligini ham olamiz, paltarga deymiz, 8-9 oylik, 1 yoshliklarni ham olamiz. Etap-etap qo'yganmiz har bitta zagonlarni.
Ha. Go'shtga mana yemlanadigan vaqt bo'ladi-ku. Aha. Yemlanadigan vaqtda boshqa yem, usulinniy yemimiz bor. Shu usulinniy yemimiz bilan boqib olamiz. U asosan yoshdan o'tgandan keyin. Ha, 1 yosh. 1 yoshda, 1 yosh atrofida bo'lsa, undan oldin biz ham yengilroq yemlar bilan, yengilroq etaplarda boqib turamizda, o'spirin yoshda. O'suvchilarda 4 oylikdan 7 oylik, 8 oylikgacha bo'lganlarini 8 oylikdan yemlar berib turib, keyin o'sha so'yilishga 3-4 oy, 5 oy qoladigan vaziyatlar bo'ladi. O'shandan sekin yemlashni boshlaymiz. Oxirgi 3 oyni usulinniy qilib chiqaramiz aka. Bu maqsadda boqilinsa, aytmoqchimanki, kichkinaroqdan boshlab turib, o'zini etap kelganda yemlab turib boqsa bo'ladi aka. Mana shu yerda bitta ma'lumotni o'rinli aytib o'tib ketdingiz. Men ham shunga qo'shimcha qilmoqchiman. Biz o'sha fermaga kirib kelgandan e'tibor berdikda, haqiqatan mana bunaqa bo'lingan zagonlarda alohida turibdi. Ya'ni bular haligi fiziologik imkoniyatiga, yoshini katta kichikligiga, baquvvatligiga qarab ajratilgan. Buni eng bitta zo'r tarafi, hurmatli kuzatuvchilar, shu joyga yaxshi e'tibor beramiz. Ko'pchilik masalan g'ovda boqadiganlar yoki bo'lmasa oddiy xo'jaliklarda 2 ta, 3 ta yoki 4 tagacha bo'lgan novvoslarni bitta riyatda boqadiganlarga alohida bitta tavsiya. Bu o'zini vesiga, fiziologik imkoniyatiga yaqin hayvonlarni bitta qo'rada boqish kerak. Lekin umumiy boqmaslik kerak, to'g'rimi? Ha, shunaqa aka. Orasida ba'zi slabiylar keladi gruppada. Misol uchun 50 talik, 60 talik gruppa kelsa, orasida 4 ta 5 ta slabiylar bo'ladi. Ularni agar shu zagonga birga keldik-ku deb biz ham hafsalasizlik qilib qo'shib olsak, bitta partiya yo'q-deb, ha, qo'shib olsak, bu yerda liderlari zo'r o'sib ketadi, o'shalar qolib ketib qoladi. Ular yana navorot qolaveradi, chunki hali fiziologik imkoniyat baquvvatlari surtashaveradi. Shunaqa. Yem yeyotganda ham hozir yem berilganga ancha vaqt o'tib qoldi, o'z ko'rsangiz, talashadi, o'shalar chekkaroq turib turadi. Shular bilan talashmaydi-da. Band kuchi yetmaydi. Eng 50 ta sort oziqani kuchlilar yeb qo'yaveradi. Eng shirin joyini yeydi, qoldirmaydi. Qolaveradi. Shunaqa. O'shanga o'ziga o'xshagan slabiyli gruppasi bor. U slabiy o'sha sal anaqaroq slabiyroq gruppa. O'shalarni alohida qilamiz. Bu yerda liderlarni alohida qilamiz, kuchlilarni alohida qilib qo'yamizda. Hurmatli kuzatuvchilar, chorva boquvchilar, mana shu ma'lumotga alohida e'tibor berib qo'yamiz. Katta ta'sir qiladi aka. Albatta, chunki bu juda ham zo'r, qimmatli ma'lumot bo'ldi. Buni ko'pchiliklar aytmaydi. Ya'ni bunaqa fishkalarni, nozik joylarini ko'pchilik chorva boqishga maslahat beruvchilar bu fishkalarni aytmaydi. Keyin aka, yana bir narsaga gapingiz bo'ldim. Bir narsaga e'tibor bersak, biz shoxli shoxsizini ham ajratganmiz. Mana bu zagonda faqat shoxsiz, to'qol. To'g'ri. Nimaga? Bu zagonda faqat shoxli. Bular nimaga? Bir-biri bilan baribir vaqti bo'ladi, suzishib bir-biri bilan urushadi. Qorin to'ygandan keyin. Bular bilan bir-biri bilan suzishsa, albatta shoxsiz yutqizadi. Albatta. Bular bo'lsa, ikkita shoxli suzishsa, o'z ma'lum bir vaqtda kuchliligini biladi-ku kelasi. Urush to'xtatishadi-da. Bir-biriga mayib berib qo'yish ehtimoli juda kam. Lekin bu bilan buni aralashtirsangiz, bu mayib bo'lib qolishi, ya'ni shoxsiz baquvvat bo'lgan taqdirda ham bularda shox borligi uchun shunaqa. Shu hisobda bular mayib bo'ladi. Mayib bo'lgandan keyin to uni biz tuzatib, to unga qarab tuzalib ketguncha ancha vaqt ketadi, ancha ves yo'qotadi. Ko'rinar-ko'rinmas ko'p narsani yo'qotib qo'yamiz. Albatta. Slabiy bo'lib qoladi. To'g'ri. Mana shu joylarga alohida e'tibor beramiz. Mana Ibrohimjonning samimiyligiga shu yerda ham e'tibor bersak bo'ladi, chunki chorvachilikda videoni boshidan berib oziqlantirishga nimalar ishlatyapti, ya'ni nimalar qo'shyapti oziqalarga, qanaqa tartibda beryapti va hattoki gruppirovka bo'yicha ham hech qanaqa sekretlarni saqlamasdan boricha ma'lumot beryapti. Bunga ham bitta alohida e'tibor berib qo'yamiz, hurmatli kuzatuvchilar. Shunaqa. Mana shu endi shu ajratganimiz biz ham oxiri bir ikkita endi tushunmovchilik bo'lgan. Mollar urushganda juda qattiq mayib ham bo'lganlar bo'lgan. Ana boshga tushgandan keyin nima qilar ekansiz deydik-ku, sababini qattiq olar ekansiz deydi. O'shanga maksimalni biz shu ajratish ham juda muhim deb qaraymiz. To'g'ri. Aka, mana shu zagonimiz asosan faqat shoxlilar. Bu yerda shoxsizlar. Bular ham xudo xolasa usulining yemga tushgan birinchi oy ketyapti. Shunda umumiy 90 kun mo'ljal qilamiz. 90 kun, 3 oy. Ha. Nari bersa bo'ladi, yana plus minusi asosiy kunimiz 90 kun rejamizda bor. 90 kunda o'zi boshlanadi. 90 kun rejamiz bor. Yoni ko'rib maqib ketaveramiz. Ibrohimjon, hozir shu yerda yana bitta savol qo'shimcha tug'ilib qoldi. Ya'ni masalan buni ko'p odamlar baribir
moliyaviy tomonga bog'laydida, asosiy maqsad chorvachilikdan foyda qilishda endi asosiy qismi qo'pol qilib aytganda, chunki to'g'ri bor, aholini qaysi bir qatlami bor, u moddiy imkoniyati yuqori, u faqat qiziqishga boqadi. Lekin asosiy bo'g'im bu chorvadan foyda qilish maqsadida. Shuning uchun hozirgi bermoqchi bo'lgan savolim, bir kunda masalan, o'suv yoshidagi hayvonlarga o'rtacha necha pul to'g'ri keladi bir kunlik rasxodi? Shu normali. Yemda uslenni boqiladigan vaqtida kuniga necha puldan yem oziqani rasxod qilsa, ertaga so'yilgan vaqtida bu o'zini oqlaydi. Ya'ni foydasi. Zo'r savol berdingiz. Hozirgi paytda o'zimiz ham tanish bilishda boqishadi. Qimmatga aylanib ketishadi deyshadi. Shunday, o'sha chorvada foyda yo'q degan. Shunaqa savolga bitta javob kirib keldi. Qimmat yem qilib qo'yishadi. Yemni hisobini olib bilishmaydi. Aka, yemni molga qarab, asosan, boya aytganimizdek, mana 4 oylik buzochani misol qilib oladigan bo'laylik. 4 oylik buzoni to u 10 oylik bo'lgunigacha rasxodini, kunlik rasxodi 25-28 ming oralig'ida qilish kerak. Undan past ham bo'lib ketish kerak emas, undan tepa ham bo'lib ketish kerak emas. Sababi undan past bo'lib ketib qolsa, o'sha sifat yo'qolishi aniq. Chunki maksimalni arzon narxda hisoblanadi. Silos, somon, beda, jo'xori, arpa, shurut. O'shani o'zini miqdorlari bor. 4 oylik, 5 oylik, 6 oylik, 7 oylik, 8 oylik vaqtida o'sha ratsionni boqib turib, keyin o'sha yemga tushadigan vaqtida 40 mingdan oshib ketish kerak emas. Bir kunlik rasxod. Bir kunlik rasxod. Bir boshga nisbatan. Bir boshga nisbatan kunlik rasxodda oshib ketish kerak emas. Ratsionni undan oldingi berayotgan yemini faqat miqdorini ko'paytirish kerak. Bir xilla bor, uni o'sha yemga tushadigan vaqtida mol o'zi yetilaman deyapti. Yem yeyman deyotgan vaqtida kimdirlarning gapini eshitadi, qanaqadir ko'rinlar berib ko'radi, uni berib ko'radi, buni berib ko'radi. Yo'q. Oziqani o'zgartiradi. Karmo stress bo'ladi. Bu mol yana qanaqasi qiyin bo'lib ketadi. Keyingi yemga tushib, uni unga moslashib, hazm qilib, o'zlashtirish, o'zini mana boshida ratsionni to'g'ri qilish kerak. Buzorli paytida. Buzorli paytda ratsionni endi albatta ustozlardan undan so'rab, bitta ratsionni belgilagandan keyin o'sha ratsionni miqdorini ko'paytirib, usulingni qo'yish kerak. Usulingni 90 kunni planini qilib turib qilish kerak. Undan ko'pi 100 kun. Lekin undan ko'pi o'sha mol faqat rasxod ko'paytiradi. Mol o'zi 100 kunda bitib qoladi, xudo xolasa. Yetiladi, undan u yog'ini faqat yeydi, rasxod qiladi xolos. Aka, mana bu yoq tarafimiz buzoqlar, men sizga aytayotgan boyiga patsosni birinchi gruppalar, bu kichkina gruppalar. Bular hozir yengil boyiga aytayotganim 4 oylikdan 10 oylikgacha yeydigan yem bor-ku, yengil yem. Bular usulingni boqilmayapti. Bular ko'proq serhashiyliroq, yengil yemli qilib. Chunki bular o'suv yoshidagi, o'sish kerak. Bularga konsentrat oziqalarni ko'p bersa, ya'ni boya aytdingiz, 28 ming atrofida tushish kerak, undan oshib ketsa bo'lmaydi. Ya'ni bularga agar 40 minglik rasxod qilsak, qoplamaydi bular. Ko'tarmaydi. Qoplamaydi, to'g'ri. U yemni bu mollar ham ko'tara olmasligi mumkin. Cho'kib ketadi, boshqa bo'ladi yoki hali eskilarning gapi bor, yoshligidan bersa qorin bo'y bo'lib qoladi yoki qotib qoladi. Hali semirib, muskul o'smay qoladi, to'g'ri. Shunaqa o'smay qoladi. Bular o'rta zagon. Bularni xudo xolasa kelasi oyi boshidan o'sha bularni ham yemlaymiz. Buni o'sha kelganida shu patsos deydi aka. Bundan oldin gruppa deydi. Bundan oldin gruppani ham telefonimda bor, videosini qo'yib o'tamiz. Kichkinaligini ko'rasiz. Hozirgina. Kadrlarni qo'yishadi-yu. Kichkinalik yeng kelganlik holatini ko'rsatamiz. Shu mollar qancha vaqtda shunda bo'lib ketganini, zagonni umumiy mollarning hammasining videosi bor. Ular ko'rsatib chiqamiz. Yaxshi o'sgan, bular aytmoqchiman, semirib ketmagan. O'sgan. Bo'yiga, eniga, uzunligiga o'sgan. Konkretni anu plotnik bo'lmagan hozir. Endi bular 2 oylardan keyin meni yemla deydi-da. Asosiy normal holatda o'sib olishining eng asosiy sababi bu ratsionda to'g'ri tanlanishida, to'g'rimi? Masalan, o'sha vaqtida hali kuchli oziqani berib yubormaslik, mana shu eng asosiy. O'zi molni o'zi bilan anu boqqanda gaplashib ketar ekansizda. Menga yem ber deydi o'sha. To'g'ri. Menga yem ber degan vaqtida ayash kerak emas u vaqtda. Bo'ldi, yem beraman, 100 kun senga mana qanaqa yemi beraman deb turib ayamasdan berish kerak. Ayamasdan deganda nimadir ko'p, nimadir kam emasda, o'sha ratsionni avvalambor aytganimdek, boydagi 4 oylik paytida ratsionni tuzib olgan bo'lsangiz, o'sha ratsionni faqat massasini ko'paytirish kerak. Qo'shimcha kimdir mana bu ko'rinni qo'sh, kimdir buni qo'sh desa, yaxshi o'zgardimanda mana ana qilgan narsalarga maksimal ishonish kerak emas. O'zida yaxshi o'syapti, mana bizda mana shu patsoslar
mana videosini qo'yamiz deb-ku. Hozir ko'rishadi, shu yaxshi o'sgan. Qo'l shu yemni men faqat ko'paytiramiz. Ha, faqat kilogrammni ko'paytirasiz. O'zi katta akamiz o'zlari tuzganlar, o'zlari nima qilganlar, bu ratsionda maslahat asosida qilingan narsa. Shunaqa o'zi maslahat qilib turib ratsion belgilashib, boqilinsa, xudo xolasa, boyaga aytganingizdek moddiy foydasi bo'ladi inshaalloh. Yaxshi. Hurmatli kuzatuvchilar, e'tibor berayotgan bo'lsak, juda ham bomba ma'lumotlar bo'lyapti. Endi Ibrohimjonga auditoriya nomidan hamda o'zim nomimdan alohida minnatdorchilik bildiraman, chunki chorvachilikdagi o'zini tajribalarini yashirmasdan, sir saqlamasdan bemalol ulashib kelyapti. Uning uchun sizga alohida rahmat. Endi bitta oxirgi savolim bor agar yo'q demasangiz. Bu oxirgi savol shundayki, buni meni o'zimga ham shaxsan juda ham ko'p beradi hamda hozir bu kuzatuvchilarga ham juda qiziq bo'lib turgan masala bo'rdoqchilik yo'nalishida boqadigan xo'jaliklarda yem mahsuloti bor-a? Yem, konsentrat oziqa. Shuni tayyorini olib bergan ma'qulmi yoki bo'lmasa o'sha yemni o'zi tayyorlagani ma'qulmi? Siz nima deb o'ylaysiz mutaxassis sifatida? Ha, tayyorini olib beradiganlar asosan aka har bitta elementlarni yo yaxshi bilmaydi yoki erinadi. Tayyorini olib kelib turib, uyda ma'lum bir narsalarni shundan aralashtirib berib yuboraman, menga qulay deb biladi. U sal izlanishi, keyin sal anaqani yo'qotadiganroq narsa. Xo'p. Misol uning ichida avvalambor nima bor, nima yo'q, nima kam, nima ko'pligini bilib bo'lmaydi. O'zimizdan kelib chiqadigan bo'lsa, biz unaqa ish qilmaymiz. Biz har bitta mollarga o'zimizni ratsionimizni o'zimizda tayyorlagan yemni uni miqdorlari qanaqa bo'lishini o'zimiz kontrol qilib o'zimiz beramiz. Ha, ya'ni qolganlarga ham shuni tavsiya qilaman. O'zi bilib, nima so'yapti, nima qo'yapti, ichida qancha misol kilokaloriyasi bor, qancha nimasi bor, hammasini bilgan holatda qilgani yaxshi. Juda ham to'g'ri ma'lumotlar. Ibrohimjon, sizga katta rahmat. Ishlaringizga omad, hamkorligimiz davom etsin. Hurmatli kuzatuvchilar, mana bu videoda o'z fikrlaringizni yozib qoldiringlar izohlarda hamda chorvachilik masalasi bo'yicha kimda qanaqa savollar tug'iladigan bo'lsa yoki bo'lmasa keyingi videolarimizda qanaqa mavzular bo'yicha yoritilish kerak bo'ladigan bo'lsa o'z fikrlaringizni yoki savollaringizni kommentariyalarda yozib qoldiringlar. Biz albatta savollarga javob beramiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Biz sizlarga har doim eng yaxshisi, eng sifatlisini ilamiz. Salomat bo'linglar.